Assalomu alaykum azizlar. Hammalaringizga sog'lik salomatlik tilaymiz. Bugun 61-kun Suprotos ziyoratgohi ga suv o'tkazish loyihamiz davom etyapti. Hozirda 6 milliondan oshiqroq pulimiz to'plandi. Yana bir 10 milliondan ko'proq pul kerak bo'ladi. Faqat buni shilangning o'ziga. Polietilen turba bilan 76lik turbada qabristonga, mana shu yerga, mana shu daraxtlarga suv o'tkazish maqsadida loyiha qilganmiz. Hozir bu tomonda mana shu qumning orqasidan keladi. Kelguncha ham qumga singib ketadi. Shuning uchun bu yoqdan bu tomondan suv olib kelmoqchi bo'lyapmiz. Tepalikdan 1 kilometr turba kerak bo'ladi. Shuning uchun kimning imkoniyati bo'lsa, mana shu yerga yordam bersalaringiz juda ham xursand bo'lardik. Mana shu qabristondagi o'zi cho'l joy. Shuning uchun yordamlaringizni so'rab qolamiz. Bemalol yordam qilsalaringiz bo'ladi. Men nimaga pastga kommentariyaga nimalarni yozib qo'yaman. Adreslarni, karta raqamlarni. Karta raqamimiz 9860 1001 2622 6800 Ilhom MK chiqadi. Telefon nomeri 33lik 978 45 46. Mana shu daraxtlarni sug'orish uchun polietilen turbada loyiha qilganmiz. Yordam qilsalaringiz juda ham yaxshi bo'lardi. Savob uchun. Nasib bo'lsa jannatdan bitta bo'lsa ham g'isht quyib yuborsak, o'zimizning nimamizga, jannatdagi uyimizga juda ham yaxshi bo'ladi. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, ishlaringizga rivoj.